obunachilarimizga tekinga o'rgatib qo'yamiz. Mana shu do'konda odam yo'q bo'lsa, odam kirishga ham xijolat bo'ladi. Bitta dona vizivnoy ham qo'yib qo'yishmagan ekan. Aka, vizivnoy qo'yib qo'ymaysizlar bitta. Assalomu alaykum. Apodan 5000 ml variantimiz bor. Mana shuni ko'rishning bitta. Biz mana shu narsani hozir qo'yib, eshigimizga qo'yib beramiz. Telefonlarga ham ulab beramiz. Sardor aka, o'zingizlar do'konga qo'yib qo'ymaysizlarmi, aka? Ajoyib bo'lgan mana vizivnoyimiz chiqadi. Bu batareykada ishlaydi. Habi bo'ladi. Hab orqali ulanadi, zvonok keladi, telefonga keladi. Monitor kerak emas degan odamlarga ajoyib zo'r yechim. Do'konga monitor kerak emas, to'g'rimi? Aka, katta joy. O'zining ichidan maxsus kranshteynlar chiqadi. Hop, video davomida sekin sizlarga qo'yib boramiz. Tekinga o'zingizlar uстановка qilsanglar bo'ladi. Batareykalari ham chiqadi. Mustahkam, baquvvat bo'ladi. Ketdi mana. Ana ko'rdinglarmi? Uje Tapo brendini vizivnoy ishlashni boshladi. Joy-joyiga qotirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Oradan. Mana bo'ldi, shuni o'zining ichidan ham двухсторонний skotch chiqadi. Skotchimizni ham bitta yopishtirib qo'yamiz. Ehtiyot bo'lamiz. Kerakli joyga oddiy mana qaranglar. Vizivnoy shundoq simsiz yopishtirasiz. Двухсторонний o'zida ham turadi, xohlasanglar bolt bilan ham qotirib yopishtirsanglar bo'ladi. Endi hozir buni telefon ulanishini ham bitta sizlar bilan ko'rib beraman. Mana bunga faqat internet kerak bo'ladi. Deganimizdek habini uladik. Pitaniya kerak bo'ladi. Uladik, mana pitaniya keldi. Endi hozir bunga vizivnoyimizni ulab olishimiz kerak bo'ladi. Qoyil mana ko'rib turganimizdek, Primoy bittada ko'rdi. Ishimizni bitirib bo'lgandan keyin bitta tekshiramiz. Keldimi zvonok aka? Mana kачестволari zo'r. Keling bitta yopamiz, tashqarini ko'rsatamiz. Qarang. Simsiz mijozlarimizning o'zi shundoq qo'yib olsa bo'ladi, ustalarga pul bermasdan turib. Narxi 950 ming so'm chiqadi. Sardor akamning oldiga, Tepalink do'koniga, Pionerskiy ko'chaga kelib, bemalol kirib olsanglar bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Ovozlar hammasi cho'tib ko'rishsa bo'layotganida mana odam o'zini bemalol ko'ryapmiz.